Cityga kelganimda bu yerda uzoq vaqt qolishga umid qilgandim. Bu men uchun futbolchi sifatida yanada yaxshiroq bo'lish va sifati yuqori jamoa bilan ko'proq titullar yutish imkoniyati. Ularning rekord transferi Kevin De Bruyne uchun debyut o'yin bo'ladi. Hamma biladiki, men jamoada yangiman va moslashishim uchun vaqt kerak bo'ladi. O'zimni bu yerda 10 yil qolishimni hech qachon kutmagandim. Lekin bu voqealarning hech qaysisini o'zgartirmasdim. De Bruyne Manchester City futbolchisidan ajoyib zarba. U Premier Ligada ilk gol urdi. De Bruyne'ning o'zi zarba berdi va qanday gol! Kevin De Bruyne! Mana sizga Kevin De Bruyne. Men hali ham biroz eski maktab futbolchisiman deb ayta olaman. Men ijodkorlik va ishtiyoq bilan o'ynayman. U boshqa futbolchilar ko'rmaydigan narsalarni ko'radi. Eng muhimi, boshqalarga jasorat yetmaydigan narsalarni sinashda davom etadi. Kevin De Bruyne'dan ajoyib uzatma. Men to'pni hatto ko'rishim shart emas, chunki uning qayerga tushishini aniq bilaman. Yana va yana Kevin De Bruyne. Pas berish masalasiga kelsak, unga yaqin keladigani yo'q. U shunday futbolchi. Har bir futbol muxlisi uni o'z jamoasida ko'rishni istaydi. Bu yillar va o'yinlar uni yanada noyob qiladi. Kevin De Bruyne! Manchester City muxlislari uning nomini kuylashmoqda. Mana nima uchun? De Bruyne! Kevin! Men jamoamga ilgari hech kim amalga oshirmagan ishlarga erishishda yordam beraman, ayniqsa Premier Ligada. 100 ochko! Rekord yangilandi va yana yangilanadi. To'p bilan De Bruyne. Mana pas! Gundogan! G'alaba Manchester Cityda! Zarba! Qanday gol Kevin De Bruyne! Qirol qaytdi. Ha, aynan shunday. U Cityga kelgandan beri Premier Liganing eng yaxshi futbolchisi bo'lib kelmoqda. Men uchun jamoa tarixidagi eng zo'r futbolchi. Biz unga faqat rahmat aytib, eng yaxshi tilaklarni tilaymiz. Kevin De Bruyne barcha zamonlarning buyuk futbolchilaridan biri sifatida tarixda qoladi. Biz va nihoyat bunga erishdik. Mening hozir 3 nafar farzandim bor. Ularning barchasi Manchesterda tug'ilgan. Bu mening uyim. Ayrim futbolchilarning ta'siri ular maydonda qilgan ishlardan ham yuqorida turadi. U mazkur klub oilasining bir qismi. U buyuklardan biri ekaniga hech qanday shubha yo'q. Ishonavering.